Andijon viloyatida dolzarb 40 kunlik keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida ichki ishlar organlari tomonidan samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan noqonuniy qurol saqlash bilan bog'liq holat fosh etildi. Aniqlanishicha, 1998-yilda tug'ilgan fuqaroning Shahrixon tumanidagi yashash xonadonida o'tkazilgan tintuv tergov harakatlari davomida yerto'la qismi ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida hech qanday ruxsatnomasiz saqlanayotgan qurollar aniqlandi. Jumladan 635 kalibrli Aselkon Mix 7 rusumli pnevmatik miltiq, 4,5 kalibrli Ich 36 tir miltig'i, PM rusumli pnevmatik to'pponcha, 31 dona o'qlar hamda qo'lqoplar daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, noqonuniy ravishda qurol aslaha va o'q-dog'larni saqlash nafaqat qonunbuzarlik, balki jamiyat xavfsizligiga ham jiddiy tahdiddir. Shu boisdan xavfsizlikka barchamiz birdek mas'ul ekanligimizni unutmaylik.